Ana природа. Yani ops, quruvchilar ops. Shu dachalar quryapti shu. Mana bu mening xonam. Shu yerda o'tirib 3 ta derazasi bor. Shu xona meniki. Bu yerda xodimlar turadi. Birinchi etaj, ikkinchi etajda. Bu yerlar ko'rsatib. Daraza ochiq turibdi. Shlagbaum yopiq. Bu yerlarda o'yingohlar. Darchim ochiq. Yong'oq daraxtlari bor ekan. Ko'p ekan yong'oqlar bu yerda. Olmahalla yuribdi. Aytganda bitta katta qo'yan ko'rdim. Kuchugimi desam, buyrug'i o'xshaydi. Qo'yan ekan, judayam katta. Hayotda birinchi ko'rdim qo'yandir. Juda chiroyli. Juda ko'p uylar, kechga oxiri ko'rinmaydi uylarni. Katta uylar, dachalar, chiroyli uylar. Mana burada bolalar o'yingohi. Stadion bor ekan, futbol o'ynashga. Voleybol o'ynaydi, bolalar stadion o'ynaydi. Futbol o'ynaydi. Eng narada uylar juda ko'p. Vaqt keladi borishga yo'q. Juda ko'p narsa, uylar. Juda katta ekan, oxiri ko'rinmaydi. Chiroyli ekan, zo'r tozagina joy. Mazza. Dam olsa bo'ladi bemalol. Yong'oq daraxtlari. Juda ko'p yong'oqlar.